Hammaga salom o'rtoqlar. Sizlarni bugungi videoyimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. What? Xo'sh o'rtoqlar, oldingi videoyimda aytganimdek, oldingi videoyimda bundan buyog'iga ko'proq videolar chiqarib turaman degan edim. Mana gapimni isboti. Sizlarga mana bu ikkinchi videomni ham chiqarishga qaror qildim. Sizlar yanada ko'proq like va podpiska bossalaring, bundanda ko'p videolar va bundanda qiziqarlilari faqat mening kanalimda bo'ladi. Bugungi videoyimizda o'rtoqlar, menimcha boshqasidan o'zlaring bildilaring, tekinga open case qilish haqida bo'ladi. Menimcha bu ko'pchilik ishonmasligi ham mumkin, lekin bu o'rtoqlar realni o'xshaydigan narsa va bu realni PUBG'ni o'zida bor o'rtoqlar. Xo'sh, nima ham dedik o'rtoqlar, sizlardan bitta like va obuna kutib qolaman va videoyimni boshlayman. Menimcha o'tkazgan vaqtingizga afsuslanmaysiz degan umiddaman. Qani go! Xo'sh, buning uchun hozir do'stlar biz asosiy menyuga chiqib olamiz. Va biz asosiy menyudan, mana shunday menyudan burchakdagi RPni joyiga bizga yangi BP bonus bergan. Bilasizlar, shuni ustiga bosamiz o'rtoqlar. Keyin mana bu yerdan mana buni ustiga bosamiz, ya'ni pastroqda mana 3-da turibdi. Aytgancha do'stlar, buning uchun sizni RPingiz 100 dan oshgan bo'lishi shart. 100 dan urovni, ya'ni 100 dan oshmagan bo'lsa bo'lmaydi. Bu yerdan mana открыть ящик degan joyi bor. Shu открыть ящикning ustiga bosamiz va mana bu yerda open case qilsak bizga tushadigan narsalarni ko'rishingiz mumkin. Ancha-muncha kiyimlar ham bor. Mana bunday Scar Lga skinlar, mana bunday mashinaga skinlar va parashyutlar va boshqa narsalar. Kaskaga skinlar, mana bunday maskalar bor. Ancha yaxshi narsalarni bu yerdan topishingiz mumkin do'stlar. Bemalol ko'rib chiqaverasizlar. Aytgancha bu yerda siz UC'ga deb o'ylashingiz mumkin o'rtoqlar. Hozir men mana bu UC, ya'ni mana bunday qilib biz RP, ya'ni RP ochkosi bilan open case qilishimiz mumkin. Mana bunday qilsangiz mana bu yerda 90 ko'rsatib turibdi. Ya'ni siz RPni 90 ochkosiga bir marta open case qilishingiz mumkin. Menda ko'rib turibsiz, hozir 45 va men open case qila olmayman, chunki menda bor edi, open case qilib bo'lganman. Sizda agarda 90 tadan ko'p bo'lsa, balki sizda 5000 ta 6000 ta bo'lishi ham mumkin. Men o'zimda ham, ya'ni buni oldin bilmasdim. 5000 ta 6000 ta mana bu yerda yig'ilgandi va bularni open case qilib bir qancha mana shunday kiyimlarni o'zimga tushirib oldim. Sizlarga ham tavsiya etaman do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana shunday qilib bemalol open case qilishingiz mumkin. Bu realni ishlaydi. Ishonmasanglar kirib ishlatib ko'ringlar. Agarda kirib ishlatsalaring ishlasa, like bosib, obuna bosib, kommentga yozib keting, menda ishladi, ishlamadi deb. Xo'sh o'rtoqlar, keyingi videolarimda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.